Nega? Tinchlikmi? Ajrim bo'yicha turmush o'rtog'ingiz Rustam Obidov ajrashishga ariza bergan. Nima? Ajrim bo'yicha deysizmi? Ha, shunaqa. Iltimos, kelib ketsangiz. Bir kun xatolarni tushunib yetadi deb o'ylagandim. U kishi bo'lsa Oyi, opamni qarang. To'y bo'tgariga unashtirilib rasmlarni qarang. Mana. Yig'layapsizmi? Mana. sen bor ishlaringni qilaver. Xo'p, oyi. Alo? Lola? Alo, ha oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Seni fotiha qilishdimi qizim? Ha, nima edi? Onangga bir og'iz aytmabsan-da. Axir shunchalik ham o'z boshimcha bo'lasanmi, bolam? O'zingiz sovchilarni kutmayman deb aytgansiz-ku. Shunga dadam bilan buvim hal qilishdi. Menga qara qizim, sen hali juda ham yoshsan. Endigina kollejni bitiryapsan, bolam. Men 18 yoshga kirib bo'lganman, oyijon. Xavotir olmang. Sizga o'g'irligim tushmaydi. Qizim, sen turmushga yengil qarayapsan. Keyin u bola senga munosib emas, jon bolam. Meni eshit. Alo? Alo? Qizim? De.